Daha uzak 1 kilometr. Daha uzak 2 kilometr. Örümcünün aldın ala 10 ming koy, 20 ming koy. Hatta pul төлmey la uyalman deydigan dostlar bu yoqqa qaram. Qattiq yaxshi o'rnab keldim. Mana bu uy dojida kesilgan, o'rdida kesilgan bu uyimiz pul төлmey la ilindi ha dostlar. Faqat va faqat 450 ming. Daha bizaga 2 kilometrlab qolgan. Qardingiz, tinch o'tgan. Bütün dengizning atrofi bo'lgan. Ha, doktorxonga meni bilan chiqsizlar. Mashinada ketish ketmaydi. Nima yeyman desanglar pastda bor. Cho'nglarga bazar ko'zitishga hammaga aplik, bolalarımizga maktablarimiz aplik. Mandalan bangsizlar, damzam chiqsizlar, oltin buloqqa barsizlar, hamma shing'lab tutdi. Mana mushundaq azam bo'lgan, mushundaq sho'fuq pul to'lmaydan kiradigan uyni almoqchi bo'lsanglar, meni izdanglar, ko'ngil qilinglar. Hozir men bu uyni tunishtirib chiqaman do'stlar. Bu yoqqa qaranglar. Qaranglar. Ma oshxonaning cho'nligini ko'rdinglarmi? Bu uyning egasi oshxona qilib pul xajlagan. Ha do'stlar, ma hujur uyimizga qaraydigan bo'lsa 38 adam patlagan maningda. Yana aniq ish qoldi juma shunchalik cho'ngay ma uylarimizda. Anladın ki, hojatxonamiz olam etchimon. Bu uyning egasi nimani o'yildikin tong bilmadim. Ish qilib odat o'bir yermanda yasaq odamni ko'rmagan. Men o'bir yerimiz alomatda, shuni ko'rsanglar bo'ldi-ku, mana shunchalik azam bosmoqdi. Lekin bu uyda shat pul xajlaganda bek ko'ngishimiz bor. Mush uylarga mashinada qoladi. O'zingizni ko'tarib kirasiz, yotgan ko'pingiz bilan. Bo'ldi. Mush uyni tutib ketasiz degan gap. Deringizni ich mashinada qaraydigan bo'lsangiz, sanishxonasi ko'rindi, konsul ko'tisi ko'rindi, oqsaroy ko'rindi. Mana bütün mana biz yaxshi ko'rgan yerlar hammamiz bir dovram bilan ko'rindi, ha? Jiroq emas, qat'iy jiroq emas mana. Yaman qarniyat olib ketisizlar, ha? Namoz qilmay dedim, deyaldim. Ay yaqinmiya yaqindim. Qolmoqsiz, dobizaq 2 kilometr qoldi odam. Qo'lda diyorotsa deb shu seti olgan odam. Pulni to'lab, kelgan vaqtida seti oladi deganda, namoz qilmamsa, bosh bir tog'ni keniga olib olsang. Ey, o 22 kilometr yer bilan bu dobizaq yaqin deysan-ku. Sen sotadigan yer o Shishan tarafda. Qondoqsiz 2 kilometr qoldi odam. Qonda o'sitish bu. Az uyama qasankan bu. Bütün adam ürümçi gelip gelaydi. Ürümçi uy azankan. Pul to'lmaylar mo'kir kirdikanmiz. Ha, aqida anadiki, tekrar qilib yo'qishga. Shofu to'laydigan qistirib ketadi bütün odam. Ha, unda o'zi pul to'lmaylar kirib olaydi. Sen yo'qsatib ekansan, sendan olaydi o'ylarni. O'zimga o'jab kelganmish dobizot degan gaplar. Dobizot deb bütün xalqni oldi. Dobizot 1 kilometr. Dobizot 2 kilometr. Dobizot 5 kilometr. Deb qilib so'zlar o'rgatgansa dobizot deysanglar bo'lmanda o'sitilmam degan. Oy rost gapni qilmamsa, yoki men ol jijon tarafdi. Yoki men o shifchi tarafdi. Ay shu men uy menda azan chiqib qoldi. Bu manchpin fan uy. Buni manchpin to'laysizlar yog'an. Ondan qo'y to'lab unda bo'lmaydi. Ay bu deb deymamiz rost gapni. Ushta qo'ymichilik chiqib ketdi deyman. Ba'zan o'zi kelmaydi. Kelmay telefon orqali ishini aqasinga. Hamma aqlda pulni urdikan, shuning bilan qas bu deykan degandan bir oyda pulonch pul to'lab chiqmagan. Iniq tushundirmay yilqini. Oldini ola to'ladan bir munch pullar bor. Yog'an qilamish qanday pul to'lmaysiz deydi pulni. Aqlab uyni algan vaqtida anatgan apluvatdi. Mapluvatdi deb bichorlarni uyini pul qolmaganda so'rashidi ekansan. Qanday uy setish bu? Ammo uy setish, mashin setishga chaqchaqlagan narsa emas. Bir chapan oyoq sotmayapmiz, olqi sotmayapmiz. Necha yuz ming, necha millionning ishi ma bu. Qiziqgina bu. Bu uyimiz mushtal qoladi. Chapaningizga kirib kirsiz, hech narsa olmaysiz deb tushuntirgansan. Anadiga kirib olaman degan vaqtida bütün narsa yurib ketgan ishimiz qolmagan. Deyman sen askatday ma uy ishimiz qolmaydi, faqat mush tapit qoldi do'stlarga. O'zinglar jajurlar akirsizlar deb hammaga aniq deymamsan. Unda aldamchilik qilmay. Anaqga o'zi tuvagan qoplab bergan pul moch pul o'ydigan narsa tolishgan deb, qaqsha anlagandagi narsa qolib qolgan degan shu olaman qilaman degan bo'g'iydi. Bir uyda 38 adam yotsa deb, dam bo'lsa 3 avlod deb yashanglar uyda hamma patislar. Ha, Afrikaliklarda 7-8 ni 12 ni 18 ni tug'ishib o'ynanglar uyda patislar deb. Bu ishni qilmaymiz, adash qil. Uy sot, tirish adash. Tijorat qilyapsizlar, hammada pul topmoq oson emas. Tuzuk sota, adash, unda haqni oldimay. Oz pulning ishi emas ma bu. Bichorlar umidlantirib qo'ydi ekansizlar. Voy, unda yaxshi, menda yaxshi, oyoq yiqin, menda cho'ng uy hamma narsa, lekin og'zingizdan chiqmaydi ekan gaplar. Haq, o, jiraqdan otaydi kilitga uy ko'gili. Oldindan yajing berib qo'ygan, xo'shallikda aniq ya yajingizni qaytirib bermagan. Ya bu uy degandek unda emas. Boshqa bir aktiv ekansizlar, boshqa bir tushuk aktiv ekansizlar. Qani dabzaga yaqin degan bo'lsa, mana Abdullah turib ishga ketdim, aniq anlashim shundan bilan, meni anlash bilan deblam yo'qlaydi ekansizlar. Unda qilmanglar. Unda uy sotmanglar. Niyatni qor qilib. Sen haqni qo'ysang, boshqa odam seni qo'yib yutadi. Sen boshqa odam haqni qo'yib ketsan, unda qilma, adash.